2025 yilgi Chevrolet Colorado zamonaviy orta o'lchamdagi pikap bo'lib, har bir trim darajasida bir xil 2.7 litrlik turbomax 4 silindrli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u taxminan 310 ot kuchi va 430 funt moment ishlab chiqaradi. Bu ikkita ko'rsatkich ayniqsa jalb etadi: tezlik, quvvat va yuk ko'tarish qobiliyatlari. Videoda ko'rinib turibdiki, Colorado 60 mph, taxminan 96 km/soat ni taxminan 6 soniyaning atrofida bosib o'tadi. Bu oz sinfida yaxshi natija sanaladi. Tar and Driver 3. Consumer Reports 1. Ichki ko'rinishi va texnologiyasi jihatdan Colorado ham e'tiborga loyiq. Kabinasi keyingi avlod dizayniga mos keladi. Ilgari mavjud bo'lgan eski modelga nisbatan sezilarli yangilanishlar bilan kelgan. Markaziy sensorli displey, Google built-in bilan va Apple CarPlay ham Android Auto mosligi bilan jihozlangan. Yuk ko'tarish va tortish qobiliyati ham raqobatchilarga nisbatan kuchli. Maksimal tortish quvvati taxminan 7700 funtgacha yetadi. Izlanishlar Coloradoning oz sinfida juda raqobatli ekanligini ko'rsatadi va mutaxassislar uni hammasiga tayyor pikap deb atashgan. Tar and Driver 1. Chevrolet Tom 1. Edmunds 1. Motor Trend. Har bir trim pozitsiyasida Coloradoning dizayni ham yoqimli. Masalan, Zir 2 off-road uchun yuqori tayyorgarlik bilan taklif etiladi. 33 dyum multi-terrain shinalar, yuqori darajadagi suspenziya tizimi va multimatid amortizatorlari bilan jihozlangan. Shuningdek, Trail Boss varianti 2 dyum ko'tarilgan zavod liftiga ega bo'lib, 32 dyumli shinalar bilan off-road muhiti uchun tayyorlanadi. Qurilish, himoya tizimlari va zamonaviy yordamchi funksiyalar ham mavjud. Standart barcha trimlarda xavfsizlik uchun zaruriy funksiyalar taklif qilinadi. Chevrolet Forester Tom 1. Chevrolet Forester Tom. Kebbi Tom. Albatta kamchiliklari ham bor. Yonilgi sarfi kichikroq o'lchamdagi haydash sharoitida sezilarli bo'lishi mumkin. Tortut bilan kombinatsiya qilinganida MP ko'rsatkichlari pastroq bo'ladi. Orqa o'rindiqdagi joy biroz torroq deb tanqid qilingan, ayniqsa uzun yo'l uchun sayohatlarda. Shuningdek, faqat bir asosiy dvigatel taklif qilinadi, tanlovlar kamroq. Motor Trend 1. Edmunds. Xulosa qilib aytganda, 2025 yilgi Colorado kuchli, texnologik jihatdan rivojlangan va tabiatan tayyor pikap sifatida ko'rinadi. Off-roadga chiqmoqchi bo'lgan yoki haftalik foydalanish uchun ham moslashgan variantlar bilan taklif etiladi. Bu videoda batafsil ko'rib chiqamiz. Dvigatel va uzatish qutisi tajribasi, ichki makon va texnologiyalar, yuklash va tortish qobiliyati, mo'ljallangan variantlar va tanlovlar, shuningdek real foydalanishda ko'rinadigan kamchiliklar. Izohlar bo'limida sizning fikrlaringizni kutaman va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tarmax.